في بيان مناهج التفسير تفسير أسلوب لنا فتوضيح اختلاف الواقع في التفسير صحابة والتابعين لنا تفسير لنا واقع بقى اختلاف من توضيحه ممكن صحابة والتابعين لنا تفسير لنا اختلاف واقع بقى مش هذا بيان طوائف المفسرين مفسر لنا طائفة لنا كل طائفة ليعلم أن المفسرين عدة أصناف بلنكي مفسر لنا بنشتفن بولاد جماعة برجماعات مفسرlar var. Qasadu rivayete asarin münasibetin lil ayat. Ular shu bir oyatni keltirib turib, shu oyatga munosib asarlarni rivoyat qilishlikni qasd qilganlar. Shunga muvofiq keladigan asarlarni, rivoyatlarni, ya'ni rivoyat qilishni qasd qilganlar. Savoun kana hadisan o'sha asar munosibalar xoinki hadis bo'lsin, marfumi yoki mavqufmi, ya'ni payg'ambar alayhisolatu vasallam gaplarimi yoki sahobaning o'zining gaplarimi, au maqtu'an yoki maqtuma, ya'ni tabi'in deganini bilmoqchida. Ya au xabaran isroiliy yoki bani isroildan kelgan xabarmi? Farqi yo'q. Va hada tariqul muhaddis. Bu muhaddislarni taqrir qilish usubi shunaqa. Imom Buxoriylar bor, ammo hamma hadis kitoblarda tafsir qismlari bor. Ular shu nimaga shu oyat deyishdi, nima kelgan bo'lsa, masalan Ibn Kathir xuddi shunaqa. Deydi oyat va hadislar keltiraveradi shunga o'sha oyatga tegishli deb o'ylagan narsalar hammasini. Bu mufassirlariki sahobalar nima bo'lsa, muhaddis bo'lsa o'shalar bilmas. وفرقة قصدوا تأويل آيات الصفات والأسماء. Bir firqa bor faqat sifat oyatlari, asmo oyatlari, Alloh taoloning vahdaniyatiga dalolat qiladigan nimalarni tafsir qiladi. O'sha oyat sifatlarni, oyatul asmolarni ta'vil qilishlik qasd qilganlar ular. Ta'vil qilishlikni. Fama lam yuwafiq minha. O'sha ta'villarning ichida mazhabat tanzih mazhabiga to'g'ri kelmasa, tanzih mesela sarafuha an zohir, uni zohiriya mesela oyatlar zohiran qaraganingizda tanzih mazhabiga, ya'ni Alloh taolo masalan makondan pok, jismdan pok, zohiran qaraganingizda o'shalar tanzih mazhabiga to'g'ri kelmaydi. Yadulloh deyapti masalan. Yadulloh zohiran qarasangiz tanzih mazhabiga to'g'ri kelmaydi. Ular nima qiladi? Bularni sarafuha an zohiri, uni zohirdan buradi. Zohirdan burib, aytgan Xudoy taoloning qudrati murotida deydi. Inoyati murotida deydi. Shuna qilib zohirdan buradi. Va raddu ala istidlal muxolifin bi ba'd al-oyat. Muxolif tarafdagi adashgan firqadagi odamlar ba'zi oyatlardan dalil keltirgan bo'lsalar, uni rad qilgan ular masalan rad qilishadi. Bu nima ishi bu? O'sha tafsirda maqsad qilib oyatni keltiribdi. Bu oyatdan bizga e'tiqod masalasi, bu masalalar chiqadi. Bu falonchilar xatolar bundan bunaqangi dalil keltiradilar, asli bu gaplar noto'g'ri. Biz buni gap bilan uramiz deb turib ular keltiradi dedi. Bu kim yo'lida? Bahad tariqul mutakallimin. Bu mutakallim mufassirlar ishi. Ilm kalom bilan, aqoid ilmi bilan shug'ullanadigan mufassirlar shunaqa tafsir qiladi Qur'onda. Va qawmul sarafu inoyatum ila istinbot al-ahkam fiqhiyya. Yana bir qavm bor, tafsir yozadi, lekin tafsirida fiqhiy ahkomlarni istinbot qilishlikka inoyatlarini, e'tiborlarini sarflaydilar. Va tarjih ba'd al-mujtahadat, ba'zi bir ijtihodiy masalalarni tarjih qiladilar. Mana shu oyatga qaraganda Imom Azam rahmatullohi gaplari buni quvvatliroq ekan deydi masalan. Ba'zi ijtihod masalalarini tarjih qiladi. Ala ba'zi ikkinchi boshqa ijtihod masalasida. Val javob an tamassuk al-mukhalifin. Ya'ni muxoliflar muxoliflarning tamassukidan javob beradi. Ya'ni bir oyatni muxoliflar tamassuk qilib ushlagan bo'lsa, muxolif tarafdagi nali mazhabdagilar bir oyatni tamassuk qilib ushlagan bo'lsa, unga u javob beradi. Buni raddiga mana bitta falonchi oyat bor deydi. Xullas bu ishlar kimga keladi? Va hada tariqul fuqaha al-usuliyyin. Fuqaha usuli olimlar, agar mufassirlik ham qilgan bo'lsa, Qur'onni tafsirlagan bo'lsa, ular shunaqa o'zini fani deydi u. Usul fiqh o'zini fani, ya'ni o'zini faniga muvofiq qilib tafsir qiladi. Ahkom Qur'on tafsirlar shunaqa bo'ladi. Masalan, Jassor, Ibn Arabiy, Tahoraviyga hamma faqat ahkom oyatlarni tafsir qilsa, Tafsirot Ahmadiyya ham shunaqa. Songa yozilgan. Tafsirot Ahmadiyya. Wajab al-awzahu i'rab al-Qur'on va lughatahu. Yana bir jamoat ulamolar Qur'on faqat i'robi bilan shug'ullanadi. Lug'atini tarjima atadi. Va awrad ash-shawahid min kalam al-arab fi kulli bab min qur'an. Har bitta bobda arablarning gaplaridan nimalar keltiradi, misollar keltiradi. Bu
xuddi arab mana shu Qur'onni mana shundan kelibdi, mana muntazam aytdim, muaxxar bo'libdi. Xuddi shunaqa gaplar arablarning o'sha degan kelganda, xullas shu arablarning gaplaridan ham, shoirlar gaplaridan ham shavohidlar, ya'ni misollar keltiradi. Har bitta bobda mavfura tommi, juda mukammal, ko'pdan ko'p keltiradi. O'zi bitta oyat 50 ta she'r keltirib qo'yadi masalan. Buni bitta bor shoir bunaqa ham keltiradi. Va hada manhajun nuhat lughat. Bu nahv ilmini, lug'at ilmini olimlari Qur'onni shunaqa tafsir qiladi. O'zini fani bilan tafsir qiladi ular. Irobul Qur'onning kitoblari 20 mujallad. Faqat irobni gapiradi, o'sha narsa gapirmaydi. Va toifatun yazkuruna niqat al-ma'ani wal bayon. Ba'zi toifalar borki ular ilmi bayon, ilmi maoni tarolal, balog'atli o'rinlarini zikr qiladi. Bayonat shofiyan, ular ham yetarli, shifo bergudek bayon bilan, mukammal bayon bilan bayon qiladi. Va yatafaharuna fi zalikal bob, shu bobdagi faxrlarni ham qo'yadi ular. Ular kimda bor? Hali tariqada bu adiblarning mu'minasi bu. Adabiyotni nima qilgan olimlar Qur'onni adabiy jihatdan tafsir qiladi. Balog'atli o'rinlarini. Vaqtamma ba'zun bi rivoyat al-qira'at al-ma'surat an shuyukh. Ba'zilar esa Qur'onda tafsir qilayotganda o'zlarining shayxlaridan asar qilib olgan qiroatlarni rivoyatiga ehtimom beradi. Ahamiyat beradi. Falam yad'u daqiqan wala jalilan. Maydani ham qoldirmaydi, kattani ham qoldirmaydi. Kichkina maydani uzoq shoz qiroatlarning hammasi sanab chiqadi. Bunaqa qiroat ham bor. Fi hadal bob illa ja'u bihi. Mana shu bobda daqiqni ham qoldirmaydi, jalilni ham qoldirmaydi, illa o'shani olib keladi. Ya'ni hammasini rivoyat qiladi. Va hadi sifatul qurra, bu xorim mufassirlarning nimasi bu. Va ba'zum yutlaquna al-lisan bi niqat muta'alliqa bi ilm as-suluk. Ba'zilar tillarini uzaytiradilar, ya'ni tillarini qo'yib yuboradilar bi niqat daqiqa muta'alliqa bi ilm as-suluk. Suluk ilmiga, tasavvuf ilmiga taalluqi bor nimalarni, tasavvufning masalan chiqadi, ishoralar, u botiniy ma'nolarga kirib ketib qoladi ular. Va ilm al-haqoiq, yoki haqoiq ilmlarini, haqiqat ilmlarini gapiradi. Bi adna munosabat, ozginagina munosabat, ya'ni ozginagina munosabat bo'lsa yo'q bo'ldi, o'shani keltiraveradi. Salgina o'sha o'zlari masalan sufiylarning bir e'tiqodi bo'lsa, o'sha e'tiqodlarga ketadigan gap masalan nima yo'q. Masalan aytadi, ey Muso, Fir'avnning oldiga bor. Fir'avnning oldiga borim deb nasihat qilgan desa, tafsir qiladi. Hamma odamning ichida Musosi bor, hamma odamning ichida bir nimasi bor. Odamda masalan aqli o'sha o'z Muso degani, u Fir'avn odamning o'zini nafsi, aqlinga nafsini qo'yib olsin degani, o'sha tafsirlar qiladi-da. O'sha bi'adna munosabat qolsa bo'lsa, ana o'xshagan joyda qolsa bo'ldi. Shunaqa tafsir qiladi. Va hada mashrabu sufiy. Bu sufiylarning uslublari bu. Sufiylarning mashrabi bu. Mashrabdan murod mazhabdan bu. Sufiylarning uslubi bu. Va bil jumla. Xullas gap nima? Fal majalu wasi. Maydon juda ham keng deydi. Majal wasi. Va yaqsudu kullu minhum tafhima ma'ani Xudo rahmatini bularning hammasi ham maqsadi Qur'oni Karimning ma'nolarini tushuntirishda deydi. Maqsadi boshqa narsa yo'q. Va hozir fi fan min al-fun. Shu zotlar hammasi fanlardan birorta fanda sho'ng'igan. O'zi bilgan fan o'zi bilgan fanga sho'ng'igan. Va takallama ala qadri fasahati va fahmi. Hammalari ham ular fasohatligini, o'zini fahmini miqdoricha gapiravergan. Fasohat ko'proq gapirgan, fahmi ko'proq gapirgan, kamroq gapirgan. Va takhadha mazhaba ashabihi nusba aynihi. Hammalari ham o'zlarining ashablarining mazhabini ko'z o'ngida tutgan. O'zini ko'zini oldida albatta o'sha ashabi kim? Ashabi sufiylar mazhabi. Ashabi fuqaholar, ashabi adiblar mazhabini ko'zini o'ngida tutib turgan. Va ayni zalik ittasa'a majolat tafsir. O'sha tafsirda majoli, ya'ni maydoni kengayib ketgan. Ittiso'an shunday kengayganki, la yuhaddu qadruhu, miqdori belgilab bo'lmaydigan. Va sunnifat kutubun kaseera la yahsuruha adadun. Shunday ko'p tafsirlarda kitob yozilganki, uni adadini chegaralab bo'lmaydi. Javomiat tafsir. Tafsirlarning ichida javomiylari bor yana. Qanaqa tafsir? Va qasd jamoat, yana bir jamoat ulamolar bor. Va qasd jamoat minhum ila jam'i zalik shular hammasini yiqqan. Oldin hadislar kelib chiqadi shunga aloqador. Uni orqasidan lug'atlarni, i'roblarni gapirib chiqadi. Undan keyin bundan tashqari qiroatlar bormi? Balog'iy nima o'rinlari bor, hammasi tafsir kabirlar shunaqa. Mana shularning hammasini tafsirlari jamlaydi. Samir man takallam bil farsi. Lekin farqi bor shunchaki bittasi arabcha gapirgan, bittasi forscha gapirgan. Forscha shunaqa tafsirlar ham bor. Hammasi yig'ib chiqadi. Vaqtalafu fil ixtisor wal itnab. Gapni muxtasar qilishlik yoki gapni cho'zib olishlikda farq bor xolos ularda. Yani bittasi ko'proq gapiradi, bittasi kamroq gapiradi. Lekin hammasini yig'ib chiqadi bas. Va wasa'u azyal al-mukhlas shu zotlar ham ilmni etagini kengaytirgan. Yani ilm ancha hissasini qo'shgan. Man bihi alayya fi ilmi tafsir.
tafsir ilmida Xudo menga ne'mat qilib bergan narsa. Faqat hasalali faqir bihamdillahi ta'ala va tawfiqihi. Allohning hamdi, Allohning tawfiqi bilan bu faqirga menga demoqchi, kaminaga hosil bo'lgan munosabat fi kulli fannin min funuzi, mana shu fanlarda hammasidan munosabatim bor dedi. Tibadagi fanlar. Sufiligi, hadis, hammasidan munosabatim bor meni. Va hatto bi mu'azami usuliga shularda usullarini aksarini ihota qilganman. Egallab olganman. Va jumladan solihat min usullardan tashqari yana anchagina jumla soliha anchagina deganim jumla soliha min furu'iha furulardan ham egallab olganman. Usuldan tashqari furu juz'iy masalalarni ham kullilari ham bor, kulli qoidalar juz'iylarni ham furularni egallaganman. Va fustu min at-tahqiq binaw min at-tahqiq tahqiqdan bir naviga men ega bo'lganman. Fustu binaw min at-tahqiq tahqiqdan bir naviga men najot topganman, erishganmanki va istiqlol fi kulli bob min al-bob shu aytilgan tafsir boblaridan har bitta bobda bir istiqlolga men ega bo'lganman. O'zim mustaqil fikr egasiman. Masalan, bir o'ga erishmayman-da. Nimaga o'xshagan. Bivajin shu bir vajh bilan men mustaqilmanki yushbihul ijtihod fil mazhabdagi mujtahidlikka o'xshab ketadi degan. Xattay odam bo'lgan. Mazhabdagi mujtahidlik o'xshab ketadi. Va ulqiya fi xotiri meni xotirimga, meni dilimga ilqo qilingan, ilhom qilingan demoqchi. Min bahril judil ilohi Alloh taoloning saxovat dengizidan deydi. Ikkita fan yoki uchta fan hali tafsir fanlaridan uchta fan menga bevosita ilhom qilingan. Sival fununil mazkurat soliman. Tepada aytib o'tgan fanlarimdan tashqari uchta fanni bilaman degan. Aytmagan, qaysi fanligini? Uchta fanni bilan uni Xudoning o'zi o'rgatgan. Ulqiya fi xotiri ilhom bo'lgan menga fanlar. Va in sa'altani anil xabari sidq to'g'ri xabarda aytgan o'zingning haqingda nima kimsan desa aytamanki sa'ana tilmizul Qur'onil azim bila vositati men bevosita Qur'onni o'zini shogirdiman. Kama anni uwaysul min al-istifoda min ruhin nabiy sallallohu alayhi vasallam go'yo payg'ambar alayhi vasallam ruhlaridan istifoda qilishda men uwaysiman. Uways qaraniga o'xshaganman-da, ko'rmasdan turib tarbiya olganman. Rasulullohni ko'rmasdan tarbiya olganman. Va kama anni mustafid min al-ka'bati al-hasna bidun vositatin men Ka'bayi hasnodan bevosita foyda oluvchiman. Va kazalika mutaassirun bis salatil uzma bi g'ayri vositatin. Namozdan bis salatil uzmadan bi g'ayri vosita men ta'sirlanaman. Bu Ka'bayi hasnodan murod nima? Hay. Uwaysi Hazrat Uwaysi qarani ona Hazratga ziyorat musharraf ruhani hegirmagan ruhoniy to'rtban xullas gap shuki Uwaysi qarani ona Hazrat sallallohu alayhi vasallamning ziyoratlarini sharafiga hosil qilinmagan, lekin ruhoniy tarzda ona Hazrat sallallohu alayhi vasallamdan fayz topgan, lekin fayz olgan u kishi. Birinchi olamda ona Hazratning ruhoniy payg'ambar alayhi vasallamdan ruhoniy tarbiya olgan o'sha hamma Uwaysi deyiladi. Avliyolar ichida qaysi odamlar ko'rmasdan ikkinchi avliyodan tarbiya olsa tarbiyat olgan o'sha Uwaysi deyiladi. Bu kishi Uwaysiman deyapti. Masalan, Abdul Xoliq G'ijduvoniy rahmatullohi alayhi Hazrati Bahodir Naqshbandi Uwaysi bo'lganda ko'rmasdan tarbiya olganlar ruhidan. Chunki Bahodir Naqshbandi Abdul Xoliq G'ijduvoniyga Uwaysi deyishadi. Uwaysi shunaqangilar ko'rmasdan avliyo bo'lgan, ustozni ko'rmasdan tarbiya olgan. Ka'baga hasnoni ma'nosi shuki hasana deydi. Hasanni muannasi deydi. Ka'baga hasnoni ma'nosi shuki Ka'bai sharif om musulmon Ka'bai sharif namoz savob o'zga diydoz istifoda qiladi. Masalan, Ka'bai sharifligi deydi. O'zimiz ko'rgan Ka'ba bor deydi. Ommaviy musulmonlar uni namoz o'qish, tavof qilish, uni didori bilan istifoda qiladilar, ko'rib istifoda qiladi. Hazrat Abdulloh ibn Abbos roziyallohu ta'ala anhu rivoyat qiladilarki, Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: Alloh taolo Baytulloh subhis rahmatdan subhis buyursa 20 ming rahmat nozil qiladi Ka'baga degan ekanlar, Baytullohga. Jimisi as-saat rahmatning tavof qilganlar. Shunda ichida 60 tasi rahmat nimaga? Tavof qiladiganlarga bo'lingan. Archalik 40 tasi namoz o'qiydiganlarga va 20 tasi Baytullohni ko'rib turganlarga bo'ladi degan ekanlar. Va komilin Ka'ba sharif par ju rahmatin nozil hote unse namoz ato kitobas videoga istifoda qiladi. Ka'ba sharif par ju rahmatin komil odamlar deydi. Komil zotlar deydi, shunday zotlar bo'ladiki, Ka'baga deydi rahmat nozil bo'ladi, unse namoz ko'rib tavof videoga intara o'y qaran ro'yban o'sha nozil bo'lib turgan nimalarni deydi. Ka'ba haqida nozil bo'lib turgan o'sha rahmatlardan bevosita bo'lmoqda qoladi. Ba'zi odamlar Ka'baga nozil bo'lgandan keyin baqa o'tadi deydi. U avliyoli maqomiga chiqqan odam deydi, Ka'ba hasnaga rahmat nozil bo'lganda o'z foydalanadi deydi. Komil. Salat uzman mana Azma ka ma'noga bari namaz surah misaliye जो आलम मिसाल में पाई जाती है और तमाम फर्ज वाजिब नमाज इनके जो अफराद हैं आम मुसलमान बड़ी नमाज यानी नमाज अमाहत के लिए इसके जो अफराद यानी फर्ज सुन्नत और के तवास से बैद या होती है सलात उज़मा नमा दी दे सलात उज़मा से
siz bilan meni o'qitirgan namozimni deydi o'zini olami misolda, olami misol degani biz ko'zga ko'rinmaydigan olam deganda, ko'zga ko'rinmaydigan olamda mana bu yerdagi ma'nolarda eti shakli ham bor deydi. Bitta ko'zga ko'rinmagan narsalar olam misolda shakli ham bo'ladi. Masalan, boshqa olamlar Ibn Abdullah Makkiyning oldiga kelgan ekanda, olam misoldagi namozni ham bir ko'rsam, nihoyatda chiroyli, badani chiroyli ekanini ko'z ko'r ekan degan ekanda. Shuna valoyatdan yaqinda o'tgan ichida o'qigan namozimni olam misolda surat qanaqa ekan, chiroylimi, xunuk ekan, bir deb qarasam, unday ekan, chiroyli ekan, o'ziga ko'zi ko'r ekan dedi. Deganda imdodlar makatanaganlar namozni ko'zini yumib o'qigan ekanlar-da. Haqiqatda ko'zini yumib o'qir ekan o'g'lan. Ko'zimni yumib o'qsam hayolim ochilmaydi deb tushunadi o'ylagan. Bu gapni aytgandan ko'ra Hoji ibn Abdullah Makkiy maqomat chiroq qattaligi bilinib bo'lganda, ko'zini yumib o'qimaslik kerak edi degan ekanlar. Endi hech to'pa qatdan deb hayron bo'lgan. Va u odam ali u ham hazir odamlar. U ham namozning suratiga chiqib bo'lganda, o'sha olam misoldagi namozni otini saloti uzmo deydi shuni deyapti. Shu saloti uzmo. Biz deydi saloti uzmodan deydi bevosita foyda ololmaymiz. Biz salat namoz shu suratini yiqilib turish shunaqalar bilan salatda deydi. Shu ahvollarda aytadiki, o'sha salat uzmoni o'zidan istifoda qilgan odamman deydi. Bevosita. Biz odamlar buni namozni o'qitib salat uzmodan keyin osti qiladi deydi. Foydalanadi deydi. Aytayaptiki mana salatu uzmo ya'ni namozni mohiyati kulliyat unki juz'iyat salat bu ihson suluki balandtari maqom pana. Qaysi odamlarning ihson bilan sulukning eng oliy maqomiga chiqsa deydi. Bari namoz afrod tavakkul bilan barohrat istifoda qiladi. Katta namozdan deydi. O'rtada bilan o'qilgan namozlarni foyda vositasiz ham ular undan katta namozdan foyda olaveradi. Salat uzmodan deydi. Sarvar olam sallallohu alayhi vasallam u gitni uncha daraja bo'yicha magar birorta odam deydi. Zo'r gapda. Lekin magar birorta odam qancha yuqori maqomga chiqib ketsin deydi. Salat uzmoni afrodlari bo'lgan bu dunyodagi namozlar bor-ku, bundan beniyoz bo'lib ketilmaydi lekin deydi. Undan ham to'g'ri bevosita foydalanadi, lekin buni namozdan xuddi soqit qilmaydi Xudo taolo lekin. Undan foyda olyapti degan, bu namozni soqit qilib ketdi degani emas deyapti-da. Undan ham foyda bevosita olaveradi, mana buni Xudo buyurganligi uchun zohirda bu ishni ham qilaveradi lekin. Tarovalar so'zimizning oxir lamhada o'tga bo'ri taroz masalan, payg'ambar alayhisolom o'sha salat uzmodan biz atab o'xshatib, bitta oddiy avliyo bo'lib turib, salat uzmodan foyda oladi, janob Rasul foyda ololmasmilar, istifoda qilmas, oladilar. Lekin umrlar oxirigacha namoz taqilganlar birov bilmaydi. Tabii जो पेशेवर फिर अपनी मुरीदी के बाद कनाडेगी वो अपने उनके मकाम के लिए नमाज माफ हुए इन्हें पर अहमाक फिल्लार दी है अहमाक फिल्लार चुकाल वैसे कत्ता मकाम में इससे नमाज साख्त कितना दिया है कमाल अहमाल कितना यहाँ पर कोई नहीं ऐसा फिर दज्जाल बिला हम दज्जाल बिला दे लोग गुमराह करते और गुमराह खली होता आपने करते हो अल्लाह इस मकाम से मजनू होना सलात उस्मान फायदा आलिया पंडिया ना फिर जो कत्ता मकाम की हमारे दिया था आप लोग मकाम शुद्ध मदना फायदा आलिया का रेजित बोल करना Kabe'ye hasna odam murotam o'sha aslida. Kabe'ning tepasida tushib turgan nurda deyapti. Kabe'ye hasna. Bu mutlaq Kabe emas. Biz ko'rgan Kabe bu Kabe deydi ular. Ammo Kabe'ye hasna bo'lsa, Kabe'ning shu olamni sondagi suratida bo'ladi. Yoki Kabe'ning ustiga nozil qilgan nimadan rahmatdan bevosita foyda olinadi. ولو أن لي في كل منبت شعرة لسانا لما استوفيت واجب حمده. Agar har bitta sochim o'sib turgan joyda bittadan tilim bo'lsa deydi. ولو أن لي في كل منبت شعرة لسانا sochim o'sgan har bitta tukitdan tilim bo'lsa lamastawfaytu vojiba hamdi xudoni hamdini vojibini haqqini ado qilgan bo'lmasdi. Ya'ni Xudo ne'matiga ko'p demoqchida. Boshqaga ko'p lekin boshqalardan qaragan yana ko'proq. Va ara min Allah man aktuba kalimatun adida fi hadhihi risala an kulli fannin min hadhihi al-funun. O'shancha men lozim deb qo'ramanki, tepalayotgan fanlarni har bittasida bir ozgina bir gapirib qo'ysam, bir necha kalimalarni ko'p bo'lmadi-ku. وقد تحقق لدى الفكر أن صحيح. الفصل الأول في بيان الآثار المروية في تفاسير أصحاب الحديث. في بداية مفسر بعض العربات حديث بلان تفسير لهذا مقطومة مرفومة موقوفة وما يتعلق بها قسمان من أسباب النزول. بها قسمان من أسباب النزول. ashab hadislar, ya'ni muhaddislarning tafsirlarida rivoyat qilingan asorlarning bayoni, rivoyatlarning bayoni. Va ma yata'allaqu biha qisman min asbab an-nuzul. Bayon tafsir. Hay.
ma yata'allaqu biha. Unga tegishli narsalar gapiraman. Asbab nuzuldan. Nima u? Sabab min jumlatil asar al-marwiya fi kutub at-tafsir. Tafsir kitoblarida rivoyat qilingan asarlarning jumlasidandir. Bayon sababin nuzul. Sabab nuzullar bayon qilishlik kutub at-tafsirda kelgan rivoyatlardan bittasi deb hisoblaymiz. Asbab nuzul esa ala qismayn deydi. Asbab nuzullar ikki qism bo'ladi. Birinchi qanday bo'ladi? Antaqa hodisasi. Bir hodisa bo'ladi. Bir voqea bo'ladi-da, yumahhasu biha o'sha voqea tufayli ajratib yuboriladi. Imonul mu'minin va nifaqul munofiqin. Mo'min iymoni va munofiqligini ajratib olish uchun bir hodisa paydo bo'ladi. Kama waqa'a zalik fi ghazwati Uhud va Ahzab g'azotida shunday bo'lgan. Fa'anzala Alloh ta'ala madha ulaika va zamma haula'i. Alloh taolo ana ularda madhani nozil qilgan u narigilarda mazammatini nozil qilar ekan munofiqlardan. Yakuna faysalan baynal fariqayn, ikkita firqaning o'rtasida bir hukm bo'lishligi uchun, ya'ni kimdir rost kimdir yolg'onligini aytib qo'yishlik uchun. Va taqaw fi asma'i zikril hodisa ta'dizatun kasira bi xususiyatiha. O'sha hodisani zikr qilishlik asnosida juda ko'p ta'dizotlar, o'sha voqeani xususiyatlariga tegishli juda ko'p ta'dizotlar, ishoralar nima bo'ladi oyat ichida. Fayajib an tushraha al-hodisatu bi kalam mukhtasar. O'sha oyatni tafsir qilib turganda o'sha hodisani bir qisqagina kalom bilan sharhlashga lozim bo'lib qoladi. Liyattazih al-qori siyaqul kalam. Gapni ketuvi o'quvchiga muttazihini ochiq ravshan bo'lishligi uchun. Ya'ni gap nima to'g'ri ketyapti deb oyatni o'qib turganida o'sha gapni nima to'g'ri ketayotganini bilishlik uchun o'sha voqeani qisqagina bir gap bilan sharhlashga to'g'ri kelib qoladi deydi. Urush bo'ldi, voqeadan keyin oyat nozil bo'ldi. Oyat nozil bo'ldi-da, oyatni lekin qaysi urushligini aytgani yo'q. Gap ketyapti-da, o'sha sahobalar ishtirok etgan urushning xususiyatlariga juda ko'p ta'dizotlar, ishoralar bo'lyapti-da. Nima to'g'ri gap ketayotganini bilmayapmiz. Shuning uchun unga sababini nuzulni bilish kerak deydi. Asani ayakuna ma'na oyati tamman bi umumi siyg'atiha. O'zining siyg'asini om ekanligi bilan oyat nihoyatda mukammal bo'ladi. Oyat mukammal, siyg'asi om deydi. Hammaga tegishlikka o'xshagan. Min duni hojat ila ma'rifatul qissati allati hiya sabab nuzul. Haligi sabab nuzul bo'lgan qissani bilishga hech qanday hojat yo'q edi. Sabab nuzulni bilmasa, gap oyat mazmunini tushunaverasiz-da. Lianna al-ibrata li umumi al-lafzi la li khusus sabab. Chunki lafzda omligini e'tibor qilinadi, sababni xos ekanligini e'tibor qilinmaydi. Bu nima degani? Bir oyat bir sabab, xos bir sabab ustida nozil bo'lgan, lekin aytilayotgan lafzlari om turibdi-da. Sababni bilsak bilmasak emas, e'tibori yo'q. Bizga shu lafzning om ekanligi, shuning ichiga biz ham kirib ketishligimiz o'zi yetadi, deyapti-da. Lafzni shunday, li'anna al-ibrata li umumi al-lafzi, lafzni om ekanligiga, omligiga, hammaga tegishli ekanligiga e'tibor qilinadi. La li xusus sabab, sababni xos ekanligiga e'tibor qilinmaydi. Faqat mana shu voqeani o'ziga tegishli gap bu deyilmaydi. Agar faqat o'shani o'ziga tegishli gap bo'lsa, nima uchun om lafz bilan, jam lafz bilan zikr qilyapti bu narsani deyiladi-da. Ya'ni oyatdagi bir voqeani tepasida kelgan oyatlarni deyapti. Bir voqeani tepasida kelgan oyatlarni xususiy sababiga qaralmaydi, lafzning omligiga qaraladi. Xususiy sababga qaraydi degani nima degani? O'sha voqeani o'ziga tegishli bu, boshqalarga hukm o'tmaydi buni degani-da bu. Bunaqa deyilmaydi. Lafzi ommi degan hammaga o'taveradi bu. Va qudamo min al-mufassirin qad zakaru tilka al-hadith bi qasd isti'ab al-asar munosibati lil-ayati. Ammo o'sha haligi oyatlar om bo'lganda hali nimani sababi nuzulni foydasi yo'q edi dedi. Ahamiyati yo'q. Sababi nuzulni bilsak bilmasak gap tushunaveramiz dedi. Shunday bo'lsa, qudamoy mufassirlar, eski mufassirlar bataqi zikr qilganlar o'sha hodisani sababi nuzulni bi qasd isti'obul asar munosabat shu oyatga tegishli hamma asarlarni keltiraman degan maqsadda keltirib qo'yaradi deyapti-da. Isti'ob hammasini keltirmoqchi. Asar. Qaysi asarlarni? Al-munosiba lil oyat. Shu oyatga taalluqi bor oyatlarni, asarlarni keltiraman degan o'shani keltirib qo'yaradi sababi nuzulni. Aw bi qasdi bayoni ma sadaq alayhi umumul oyati. Yo'inki shu oyatning omligi nimaga sodiq keladi? O'shani bayon qilishlik, masalan, bu nima degan? Shu oyat om oyat. Lekin shu oyat nimaga sodiq keladi? Mana unga sodiq keladi. Yo masalan bunga sodiq keladi. Sodiq keladigan narsalar juda shu voqeani o'zini keltirib qo'ya qoladi. Asli boshqa narsalarga sodiq kelaveradi. Faqat misol keltirishga nima endi o'sha sababi nuzul bo'lgan narsani keltiradi. Asli faqat uni o'ziga tegishli emas, balki hammasiga tegishli. Aw bi qasdi deyapti. Maqsad keltirishda nima bo'ladi? Bayonu ma sadaqa alayhi umumul oyati. Shu oyatning omligi nimaga sodiq keladi? Shu om oyat nima tepasida ishlatsa bo'ladi?
o'shani ostida sabab nuzul bo'lgan voqeani keltirib qo'yadi deydi. Valaysa min az-zaruri zikru hadha al-qism. Bu qismda zikr qilishlik zaruriy emasligini aslida. Teppadagisi zaruriy. Narigini bilmasak gap chiqmay turaveradi. O'g'it voqeasi nima bo'lgan, dushmanlar qanday keladi, musulmonlar qanday keladi bilmasak tushunmaymiz deydi. Ma'lumki uzvatul qusvolar qanday uzvatul qusvo. O'shalarni bilishimiz kerak. Ammo keyingisini bilishlik zarur emas. Faqat tahaqqaq lada al-faqih. Mana shu narsa meni nazrimda tahaqquq topganki, anna sahoba va tobiin radhiyallohu anhum kaseeran ma kanu yaqulu nazalat al-oyat fi kaza. Ular sahobalar, tobiinlar, Xudo rozi bo'lsin, ularga oxirida mana bu oyat mana bu narsa haqida nozil bo'lgan deb ko'pincha gapirishardi. Va yakunu g'arazuhum tasbiru ma sadaqat alayhi al-oyatu. Oyat unga sodiq keladigan, oyat unga to'g'ri keladigan bir narsani tasvirlab berishlik maqsad bo'ladi, xolos ularni. Masalan, aw zikru ba'd al-hawadith tashtamilu oyat bi umumiha. Oyat o'zining omligi bilan qaysi hodisalarni o'z ichiga oladi, o'sha o'z ichiga oladigan hodisalardan ba'zisini zikr qilib qo'yishlik maqsadlari bo'ladi. Bunga to'g'ri bitta misoldan o'zib keltirmoqchi bo'lardi. Savoun taqaddamatil qissatu ala nuzul oyat. Ular aytib o'tgan qissalarni xohing o'sha oyat nozil bo'lishidan oldin o'tgan bo'lsin, aw ta'axharat anhu, yoki undan keyin kelgan bo'lsa ham mayli. Vaholanki sabab nuzul bo'lishi uchun oldin kelgan bo'lishi kerak o'sha hodisa. Vaholanki ular keltirgan qissalar oyat nozil bo'lgandan keyin ham bo'lgan voqealarni keltirib qo'yishaveradi. Bu sahoba, masalan, sahobalar u Ali balida o'rda paydo bo'lgan narsaga haqida gapirib, Ali mana oyat mana shu ishlar haqida nozil bo'lgan deydi. Ya'ni mana shu oyat ostiga kirora mana shu ishlar demoqchi bo'ladi demoqchida asli. Sabab nuzul emas asli. Nazalat fi kazo deydi. Ish o'qib turib oyat nozil bo'lishiga mana shu sabab bo'lgan ekan deb o'ylaydi aslida. Bunaqa emas deydi. Shu oyat shunga to'g'ri kelaveradi ma'nosi. Isroiliyatan kanadil qism qarang. Hatto o'sha qissalar Isroil tepasi bo'lgan bo'lsa ham aytaveradi shu ishlar. Oyat mana shu haqida nozil bo'lgan deydi. Yoki avjohiliyat yoki johiliyat vaqtida bo'lgan ishlar yoki islomiy bo'lgan bo'lsa ham farq keltirishadi. Chunki o'sha oyatda aytilgan narsa to'g'ri kelaveradi shu ishlarga deydi. Tantabiqu ala jami'i quyudil oyati. Hali bo'lgan voqealar oyatda aytilgan qaydlarning hammasiga 100% muvofiq keladi. Aw bi ba'zi yoki ba'zi muvofiq keladi. 100% o'xshaydigan bo'lishi mumkin oyatda aytilgan narsaga, yoki ba'zi jihatdan o'xshaydigan bo'lsa, keltirib nazalat fi kazo deb qo'yaveradi. Tantabiqu ala jami'i quyudil oyati. Hali aytilgan voqea qissamiz muvofiq keladi oyatdagi qaydlarni, chek-chegaralarni hammasiga. Bunday degancha nimalargacha hamma chokiga chok to'g'ri kelaveradi demoqchida. Yoki aw bi ba'zi yoki ba'zi joylarga to'g'ri keladi. Faol min hada tahqiq amal ijtihad fi hada qism ijtihad degan. Demak, mana shu aytgan meni tahqiqimdan ma'lum bo'ldiki deydi. Albatta ijtihod fi hadal qism. Mana shu qismdagi ijtihod deydi. Mana shu qismdagi ijtihodga madhal bor ekan deydi. Mana shu qismda ijtihodning daxli bor demoqchi. Ya'ni bitta voqeani keltirib turib, o'zicha voqeani keltirib turib, buni oyat mana shu haqda nozil bo'lgan desa haqqingiz bor ekan demoqchida. Bunda ijtihod qilib bitta voqeani o'zicha bitta oyatning ostiga daxil qilib qo'ysangiz bo'laverar ekan deydi. Avval valil qisasil mutaaddidati hunaka majolan. Bir qancha qissalarni, bir nechta qissalarni keltirishga bu yerda sizga majol bor ekan deydi. Haqqingiz bor ekan deydi. Faman istahzara hazi nuqtada, mana shu nuqtani zehnida saqlagan odam bo'lsa, ya'ni keyingi bo'lgan voqealarni ham shu oyatga ma'nosini to'g'ri qilganligi uchun sababni nuzul deb zikr qilib qilsa bo'laveradi degan gapni nuqtani har kim kallasi saqlasa, yastati'u nimaga qudrat yetar? Ayyu olaja ixtilofa asbobin nuzul bi adna ta'ammuli. Asbobun nuzullarning o'rtasida sabab nuzullar o'rtasidagi ixtiloflar bor-ku. Bittasi bu narsani sabab nuzul qilgan, bittasi bu narsani sabab nuzul deb gapirgan. O'shalarning o'rtasidagi ixtilofni bi adna ta'ammuli. Ozgina fikr bilan muolaja qilib qo'ysangiz, tuzatib borsangiz bo'laveradi. Ya'ni u ixtilofni o'ylagan narsa asli ichida sababning asli bittasi bo'ladi. Qolgani shunga o'xshagan narsalar keltirilaveradi. Shu mana shu nuqtani bilmasa, ajoyib ekan. Bittasi oyatga shuncha sabab nuzul bo'larmikan deb dovdirab o'tiraveradi deyapti. Yo'q, sababi o'shanada ozginagina nima ixtilofni, shu ixtilofni sababi nuzullarning o'rtasidagi ixtilofni adno ta'ammul, ozginagina fikr bo'lsa yo'q bo'ldi shu gapdan keyin-da. U muolaja qilib to'g'rilab o'raveradi. Ya vali, haqiqiy sabab nuzul emas bu. Oyat to'g'ri kelgan narsalar xolos.